Assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanali tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif orqali ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Sverdlov qishlog'iga bo'lyapti. Sababi bugun Muxlisaxon opamizning tavallud ayyomlari, bizga xo'jayinlari, juft halollari Ilhomjon aka murojaat qilgan. Hozir kirib, xudo xolasa kelinoyimizni tabriklab, mana shu ajoyib sovg'alarni xo'jayinlar nomidan berib, ko'ngillarini ko'tarib, sovg'alarni topshirib chiqamiz. Sizlar ham uyga tashrif bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon funksiyalarini xudo xolasa 24 soat aloqalamiz. Uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar, bugun yo'lning tug'ilgan kuni. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar, bugun yo'lning tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz, shirin baxtingiz muborak. 100 yil yashang istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz, shirin baxtingiz muborak. 100 yil yashang istaydi barcha, omad yor bo'lsin sizga. Rahmat, bitta qarsaklar chopayapmiz. Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Kelinoy, tug'ilgan kunlaringizdan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Doimo sog' bo'ling. Shu oilaviy quvonchingizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana bugun yaxshi kunni, shu quvonchli kunni esdalik sifatida saqlab qo'yish uchun mana xo'jayingiz Ilhomjon aka bizga murojaat qildi. Juft halolni tabriklab, ko'ngillarni ko'tarib, mana shu esdalik uchun syomkalar qilish uchun hamma jamoamiz nomidan, qolaversa yaqinlar, farzandlar, Ilhom akam nomidan tabriklaymiz va ushbu sovg'alarni Ilhom aka o'zi umringlar uzoq bo'lsin, baxtlilar ko'z tegsin. Bular yonida turingda endi. Uyatib qo'yadi ham yana. Albatta, bularni hali hammasi emas, yana sovg'alarimiz bor. Tug'ilgan kunlarimiz, tortlarsiz bo'lmaydi. Ushbu tortimiz ham kelinoy siz uchun. Marhamat. Qarsaklar bilan, va yana mana shu sovg'amiz bor ekan, ushbu sovg'amizni ham sizga topshiramiz. Rahmat deb qolamiz. Umringlar uzoq bo'lsin, baxtinglar ko'z tegmasin. Ilohim birga qo'sha qarib 100 ga kiringlar, xudo xolasa 100 yoshlarda ham shu tug'ilgan kunlarda bizga kelib tabriklash nasib qilsin. Endi yosh katta onaxonimiz bo'lsa, qani onajon? Onajon farzandlarga dildagi gaplar, duolar, eng katta yoshingiz marhamat, bo'lsin, sog' bo'lishsin, qo'sha qarishsin, o'zlaridan o'lib o'sib ko'payishsin. Bu yoshlarga ko'z tegmasin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Qo'sha qarish doim yaxshi kunlarda yashab yurishaversin. Alloh rahmat aytgansiz kelsin. Biz davom etamiz. Endi qolgan mehmonlardan birinchi akamiz o'zidan bir ikki og'iz tabriklar bo'ladigan bo'lsa, albatta eslatib qoladi. Bo'ldi. Rahmat sizlarga, kvartet jamoasiga. Xudo xolasa mana zo'r qilib o'tkazib berishyapti. Qolgan mehmonlarga hammalar xush kelibsizlar deb qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Tabriklayman. Vaqtimizga sog' bo'lsin, uzoq bo'lsin. Xudo xolasa, ser farzand bo'lib, hamma farzandlarning orzu-havasini ko'rib, ular ekuylarga ham nasib qilsin deb qolamiz va davom etamiz. Endi yosh katta onajonlarimiz bor ekan. Bo'ldi. Kimlardan? Onajonlar qaysilar? Hammadan tabriklaysiz, esdalik bo'lib qoladi ushbu video. Sog'lom, baxtli bo'ling. O'g'il qizlaringiz ko'p bo'lsin. Ilhomjon bilan qo'sha qarib, bolalaringiz rohatini ko'rishingizni Alloh nasib qilsin. Rahmat, aytganlaringiz sog' bo'linglar. Yoshlarga yetib yursinglar. O'rtog'imni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Baxtli bo'lgin, bolalaringni baxtiga sog' salomat bo'lgin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Albatta xursandchilik ko'z yoshlari. Davom etamiz. Yana kimdan eshitamiz? Qani onajonisiga tabrik. Gapir, tabriklab qo'ying. Kameraga qarab. Oyijon tabriklayman. Oyijon tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadam ekuylarni o'zim hojiga olib boring. Dadam bilan onamni hojiga olib. Inshaalloh. Hojidan kelishganda bizni chaqiring, a? Biz kelaylik. Xudo xolasa. Kim bor yana? Jiyanlar. Charaski. Rahmat.
Rahmat, sog' bo'linglar, xonadonga shunaqa xursandchiliklar hech ham tark etmasin deb qolamiz va albatta Hojona keling endi mana shu ikkala yoshda oldiga siz ham. Ha, zo'r turibdi, keling. Hozir qishmaydi degan eshadi. Hojona farzandlardan nechta endi? 3 o'g'il, 1 qiz. Mana 4 ta farzand. 4 tasini 8 ta bo'lgan. 8 tasini ko'payib ketgan. Sanamaylik. Davom bitta. Nevalardi o'zi? Barakatli. Hammasi barakatli. Mana shu eng kichkina nevara chevarasi o'ydan o'zi boshqosh bo'lib, duoga o'tirishlar nasib qilsin deb qolamiz va shuncha farzand. Sizlar kelinglar. Ilohim aytganlaringiz, mana shuncha farzandni voyaga yetkazib, eliga qo'shganingiz uchun hamma farzandlaringizni nomidan rahmatnoma sifatida sizga bir ajoyib tabrik qo'yishim mumkin. Mana shu qo'shiqni hamma farzandlaringiz nomidan rahmatnoma sifatida qabul qilasiz. Marhamat. Goho sizning borligingiz bulut, yo'llarimga zorligingiz bulut, umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz sizning borligingiz bulut, umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz sizning borligingiz bulut. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon. Oshno topdim va lekin do'st topmadim, oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon. Goho falak menga bag'ritosh keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimda, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Hoki poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray, bir chekkaga surib qo'ying dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray, bir chekkaga surib qo'ying dunyoni, farzand bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim baxtimizga doimo onajonlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lib, umrlari uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Ilohim shu farzandlaringiz siz yoshlaringizga yetib yursin, xudo xolasa. Davom etamiz. Qo'shiqlarni, tabriklarni eshitdik. Endi esa har doimgidek esdalik uchun rasmlarga tusha olamiz. Navbat fotosessiyaga. Ketdik. Opajoylar bir tabriklaymiz. Ilohim sog' bo'linglar. Hozir shunaqa fayzliklar hech ham tark etmasin deb qolamiz. Akajon xudo xolasa bo'yatganimizda qo'sha qarib, hamma farzandlar orzuxonasini ko'rib, hojatda Hojona bo'lib yurishsa, Ilohim nasib qilsin deb qolamiz. Endi Hojona keling, bizga bitta chiroyli duo qilib berasiz. Sizlarga tanjolaring sog' bo'lsin. Oilanglar baxtiga sog' bo'linglar. Ishlaringga omad, o'zlaringni hamisha Alloh panohida bo'linglar. Hamisha qayerga borsanglar mana shunchalik xursandchiliklarni ulashib yuravringlar hamma. Sog' bo'linglar. Demak, aziz do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda navbatdagi uyga tashrif loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'ylaymizki, biz ijodga insonlar va bizda boshqa qilib turgan insonlar sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. To'ppa-to'g'ri topdinglar. Shu ekranda chiqib turgan nomerlar, biz nomerlarimiz bemalol Telegram, WhatsApp yoki primoy telefon
tavsiyalar ham bo'lar edi. Ushbu nomerlar orqali uyga tashrifga murojaat qilasizlar. 24 soat xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat.